Assalomu alaykum va rahmatulloh. 2-3 Soliha guruh. Mana bugun chorshanba kuni o'zimiz Oltiariqda ishni boshladik. Xonadonga 4 ta kamera qo'yamiz. Bu yerga Xudo xolasa, bu yerga 8 megapikselli 1083 kameralari qo'yamiz. Mana 1083 и 1027 kuldir bu ovozli kameralar qo'yiladi. И ko'chani boshiga PTZ kamera ham qo'ysak kerak. Allohu alam. Hali klientimiz bilan rosa oxiriga yetmadi dogovorimiz. Xudo xolasa qo'yib qolsak, uni ham syomka qilib qo'yamiz. Bu nari burchakda ham 8 megapikselli. Tokda burchagida 8 megapikselli kamera qo'yildi o'sha, xatir bo'lindi. PTZ kamera qanaqa kamera qo'yamiz? Ketdi ichkari bilan nima qilamiz? 42-15 yoki 42-25 kamerasini qo'yamiz. Bu yerga 42-25 42-15 kameramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol 2-3 Soliha guruhga murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Pastda nomerlar qoldiramiz. Bizni Telegram, Instagram sahifalarimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar.